Breaking Bad taxtlar o'yini fanatlari bormi? Ikkala olam bir-biri bilan urushyapti. Yo, kinoda emas, hayotda. To'g'risi bu ma'lumotni o'qiganim miyalarim portladi. Hozir batafsil tushuntirib beraman. Breaking Bad IMDb'da tarixdagi eng baland reyting olgan kino, ya'ni serial edi. Bitta qismi Ozymandias degan. 10 dan 10 olgan. Va qarabsizki, yaqindagina chiqqan taxtlar o'yinini prequeli bo'lmish 7 qirollik ritsari serialining bitta qismi, ya'ni In the Name of Mother nomli seriyasi ham 10 dan 10 oldi. Albatta olqishlashga sazovor. Lekin bu Breaking Bad fandomlariga yoqmadi va Breaking Badchilar tezdagina IMDb saytiga kirishdi va aynan ana shu 7 qirollik ritsari serialini 10 dan 1 reyting qo'yib, uni darajasini tushirishni boshlashdi. Va qarabsizki, 10 dan 10 olgan serial birdaniga past baholar olib 9 dan 9 bo'lib qoldi reytingi. Va Breaking Badchilar o'zlarining seriallarini eng baland reyting olgan serial sifatida saqlab qolishdi. Va ochiqchasiga aytishdiki, biz bu serialni ko'rmadik, shunchaki o'zimizning serialning reytingini ushlab qolish uchun past baho berdik deb aytishdi. Taxtlar o'yini serialining fandomlari ham qarab o'tirishmidi-ku. Ular buni o'zlariga ochiqchasiga urush deb qabul qilishdi va ular ham Breaking Badni aynan ana shu 10 dan 10 reyting olgan Ozymandias serialiga kirib 10 dan 1 reyting qo'yishni boshlashdi. Va qarabsizki, 13 yildan beri birinchi o'rinni bermayotgan 10 dan 10 reyting olgan serial 9 dan 9 reytingga tushib qoldi. Bunaqasi bo'lmagan. To'g'ri, oldin bir marta bo'lgan yengilmas serial, ya'ni multsigini bitta epizodi 10 dan 10 reyting olgan, lekin Breaking Badchilar unga ham kirib 9 dan 9 ga tushirib qo'yishgan. Fandomlar kuchini ko'rib turibsizlar. Hozir ana shu IMDb saytiga kirib ko'rsanglar, Breaking Badni aynan ana shu 10 dan 10 reyting olgan epizodi 9 dan 6 reytingga tushib qoldi. Taxtlar o'yinini, ya'ni 7 qirollik ritsarlarining epizodi esa 9 dan 5 ga. Absolut sinema. Sizlarga qaysi biri yoqadi, taxtlar o'yini yoki Breaking Bad? Izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha obuna bo'lishim esdan chiqmasin.